Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Do'stlar, Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz if-else operatori bilan tanishib, bir qancha misollarni maydalab ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda biz switch case operatori bilan batafsil ko'rib chiqib, tanishib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'sh, switch case operatori o'zi nima? Switch case operatori xuddi if-else operatoriga qarab, har xil holatlarga tekshirishda foydalanamiz. If-else bilan switch case ikkisi deyarli bir xil, faqat ishlanishida, holatlarida turlicha ishlatilishi mumkin bo'ladi. Switch case if-else ga qaraganda ancha kodimizni tozaroq va soddaroq shaklga keltiradi. If-else esa kodimiz ko'proq, sal tartibsizroq ko'rinishi mumkin. Ammo ikkisining ham ishlatilish o'rni va tartiblari mavjud bo'ladi. Xo'sh, qani agar biz boshladik. Demak, bu joyda bir necha misollarni yozib olganman. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, o'zgaruvchi bor va switch case operatorini ko'rib turibmiz. Bu holatda birinchi yaxshi bilib olishimiz kerakki, ma'lumot turi qanaqa turdagi ma'lumot turini tekshirishimiz kerakligiga e'tibor qilishimiz kerak. Bu joyda biz matnli ma'lumot turini beryapmiz. Va biz bu joyda har qanday matnli ma'lumot turi yoki raqamlar yoki karakter bo'lishi mumkin, har qanday ma'lumot turi bo'lishi mumkin. Bu joyda biz olma deylik. Ketdi. Switch kalit so'zi bilan boshlaymiz va bu joyga biz mevani beramiz va ikkita yopamiz. Ana blogimiz yopildi. Bu holatda biz case'lar, ya'ni holatlar, bu holatga qarab tanlov qilamiz. Switch case'ning asosiy vazifasi shuki, bu tanlovni amalga oshiradi. If-else blogida biz ikkita qiymatni bir-biriga solishtirish orqali chiqqan natijaga qarab blogimiz ishga tushadigan bo'lsa, bu switch case esa qaysi bir case'ga mosligiga qarab o'sha blogimiz ishga tushadi. Bu joyda case'ni yozdik. Demak, meva beryapmiz. Mevamiz bu savatdagi qaysi bir mevaga o'xshash va qaysi bir meva turiga o'xshaydi. Tanlovni davom etamiz. Demak, bu joyda biz stringli ma'lumot turi bo'lganligi uchun nokni stringli ma'lumot turi bilan beryapmiz. Agar biz bu joyda raqamli ma'lumot turi bo'lganda, raqam bilan tekshirib qabul qilgan bo'lar edik. Ammo biz bu joyda stringli ma'lumot turi va ikkita nuqta qo'yamiz va bu ikkita nuqtadan keyingi joylar case'imizni blogi ishga tushganda amalga oshiriladi. Ya'ni mana keyingi qilib qo'yadigan bo'lsak, mana shuncha joyda biz har xil amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bizga uncha ko'p joy kerak emas, biz shunchaki print qilyapmiz. Va ikkinchi holatimizda ikkinchi case, agar bizga nechta case kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shancha case'ni yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 100 ta kerak bo'lsa, 100 ta case yozamiz. Keyingi ikki case'imizda biz uzum, ikkita nuqta va bu meva uzum. Agar bizning dasturimiz mevamiz uzum bo'lib, tanlovda uzum tushadigan bo'lsa, demak bizning dasturimiz ishga tushadi. Keyingisi banan va olma turibdi. Agar bizning meva turimiz bu joydagi hech qaysi bir meva turiga mos kelmaydigan bo'lsa, dasturimiz to'g'ridan to'g'ri bizni default qismiga yuboradi. Ya'ni bu if-else dagi else bo'limiga o'xshash. Ya'ni hech qanaqa qiymatga mos kelmasa, eng oxirida majburiy qiymatga mana shu joyga tushiradi. Ya'ni noma'lum meva turi. Bu joyda bunaqangi turdagi meva mavjud emas. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Xo'sh, biz meva berdik. Dasturimiz bilganimizdek tepadan pastga qarab o'qib keladi. Va o'qib kelish jarayonida qaysi birida qiymat mosligi topilsa, dasturimiz natijani chop etadi va ishlashdan keyingi kodlar to'xtaydi. Qani ketdik. Olamiz. Demak, ko'rib turibsizki, bu meva olma. Demak, mana bu holatga tushdi. Bu joyda biz har qanday amalni bajarishimiz mumkin.
Biz keyingi darslarimizda yoki keyinroq proyektlarimizda mana shu switch keyslardan juda ham ko'p marta foydalanamiz va dasturlashga kirib kelganingizda switch keys sizni asosiy ish qurolingiz bo'ladi. Xo'sh, keyingi biz misollarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda hafta kuni o'chirib turamiz. Demak, mana bu joyda hafta raqami. O'tgan darsimizda ham ko'rgandik. Mana bu joyda if else taqqoslash uchun yozib olganman. If else. Ko'rib turibsizki, ikkalavisi ham bir xil vazifani bajaradi. If else ham dushanba, seshanba, chorshanbaga qarab hafta kunini chiqarib beradi. Switch case ham ikkisi ham bir xil vazifani bajarib beradi. Ammo buni ko'rinishi, ishlash jarayoni turlicha bo'ladi. Bu holatda faqat bitta qiymatni beramiz va bu tanlovni amalga oshiradi. Ya'ni tanlab chiqadi. Ichkarida, ya'ni biz ikkita qiymatni bir-biriga taqqoslash, mana if else da raqam 1 ga tengmi? Teng bo'lsa dushanba bo'lsin. Agar teng bo'lmasa, bu raqam 2 ga teng bo'lsa seshanba bo'lsin deb chiqarmaydi-da. Bu joyda biz case holatga qarab tekshiramiz. Ya'ni holati 4 mi? 4 bo'lsa payshanba bo'lsin. 5 bo'lsa juma bo'lsin deb mana shunday holatga tekshirishimiz kerak bo'ladi. If else da bo'lsa biz if yozamiz, keyingisida else if yozib, qiymatlarni qayta tekshirishimiz kerak bo'ladi. Switch case esa biz caselar orqali ko'rib turibsizki, kodimiz soddoroq va kamroq yozilyapti. Bu joyda kodimiz ozroq, ko'proq yozilyapti. Kodimizni ishga tushiramiz. If ni o'chirib turamiz. Juma. Demak, biz hafta kuni 5 raqamini bergan edik. 5 raqami integer, ya'ni raqamli ma'lumot turi bo'lganligi uchun case dan keyin biz raqamli ma'lumot turiga tekshirishimiz kerak bo'ladi. Buni unutmang. Agar siz bu joyga string berib qo'yadigan bo'lsangiz, dasturimiz o'zi xato berishni boshlaydi. Siz mana bu joyda raqamli ma'lumot turini beryapsiz va bundan keyin caselaringizda faqat raqamli ma'lumot bo'lishi kerak deyapti. Ko'rib turibsizki, mana bizga o'zi xato beryapti. Int string, ya'ni siz int raqam int beryapsiz, lekin siz string bilan tekshirmoqchisiz. Demak, bu noto'g'ri. O'chirib tashlaymiz. Ko'rib turganingizda mana tepadan pastga qarab tekshirib keladi. 1 ga teng raqamimiz 1 ga mosmi, 2 ga mosmi, 3 ga mosmi, 4 ga. Oxiri mosini topadi. Juma mosni topdi va bundan keyingi kodlarimiz defaultga ham tushmaydi, hech qaysi biriga tushmaydi. Va dasturimiz ishlashdan to'xtadi. Natijani chiqardi. Dasturimiz ishlashdan to'xtadi. Xo'sh, buni o'chirib turamiz. Bu blogimiz ham xuddi shu o'tgan darsimizda ko'rganimizdek. Bu yerda yana bir necha misollar bilan ko'rishimiz mumkin. Bu joyda biz emoji deydi. Bu bilan emojilar bilan ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu hissiyotlar. Demak, printni bosamiz. Yaxshi bo'lib ketasiz. Demak, bizning kayfiyatimiz yaxshi emas. O'shaning uchun bizga yaxshi emas blogga tushyapti. Ya'ni bu holatda ham ko'ryapsizki, ikkita qiymatni bir-biriga taqqoslamayapti. Bu holatga qarab tekshiryapti. Ya'ni bu bir-biriga qarayapti-da, mana shu holatga to'g'ri keladimi, tanlov qiladi. Bu holatga kelyaptimi, bunga tanlov qilish kerak bo'ladi. Agar biz hech qaysi biriga mos kelmaydigan bo'lsa, bunaqa narsa yozadigan bo'lsak, bizni oxiri ko'ramiz. His tuyg'uni aniqlay olmadi, chiqishi kerak bo'ladi. Demak, his tuyg'uni aniqlay olmadi. Chunki biz bu joydagi hech qaysi bir case'imizga tushmayapti. Va bizda oxiri dasturimiz defaultga majburiy jo'natadi va bu yerda biz ma'lum bir amalni bajarishimiz kerak bo'ladi. Agar biz mana bu joyda print yozyapmiz yoki boshqa amalni bajarishimiz mumkin. Agar hech qanaqangi amal bajarishni xohlamasak, biz bu joyni bo'sh qoldirishimiz mumkin emas. Dasturimiz agar biz hech qanaqangi amalni bajarmasak, eng kamida break degan so'zni yozishimiz kerak. Ya'ni break degani to'xtat, ya'ni sindirish, to'xtatish degan ma'noni anglatadi. Agar break yozmasak yoki hech qanaqangi amal bajarmasak, biz break yozib qo'yishimiz kerak. Break demak bu case'imiz ishga tushadi va break, ya'ni o'sha joyda to'xtatib qo'yadi. Hech qanaqa amal bajarmaydi, to'xtatib qo'yadi. Xo'sh, keyingi bo'limimizda
ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu bilan bir necha shaklda ishlashimiz mumkin. Demak, raqam beryapmiz. Raqamimiz, skorimiz 90 bilan 100 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, 90 va 100 oralig'idagi raqam bo'ladigan bo'lsa, shu blogimiz ishga tushsin deymiz. 80 va 90 oralig'idagi qiymat bo'ladigan bo'lsa, mana shu qiymatga tushsin deymiz. Bu qiymat ishga tushadi. Agar biz hech qanaqangi amal bajarishni xohlamasak, break yozib qo'yamiz. Shunchaki break yozamiz, breakdan keyingi kodlar ishlamaydi. Ya'ni break yozamiz va keyingi printimiz ishga tushmaydi. Mana bizga o'z dasturimiz ko'rsatyapti. Code after break will never be executed. Mana bu joyda ko'ryapsizki, breakdan keyingi kodlar amalga oshirilmaydi deb chiqyapti. O'shaning uchun breakni qo'yishga ehtiyot bo'ling. Kodimizni ishga tushirib ko'ramiz. Demak, his-tuyg'uni aniqlay olmadi. Bu joyda mana bu blogimiz ishga tushdi. Bu holatda esa bahoyingiz B. Demak, mana bu holatga tushyapti. 85. Demak, 85 90 dan kichkina va 80 va 90 ning oralig'ida bo'lganligi uchun bizning mana bu blogimiz ishga tushyapti. Keyingi darslik umumiy hammasi xuddi shu ko'rinishda amalga oshiriladi. Siz ham bir necha xil shakllar bilan, amallar bilan bularni sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Albatta sinab ko'ring. Agar siz o'rgangan ma'lumotlaringizni sinab ko'rmasangiz, yozib ko'rmasangiz, siz hech qanaqangi ilmni o'rgana olmaysiz va bu esingizdan darhol chiqib ketadi. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savollarga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.